Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Xo'jobod Madina kanali a'zolari. Yaxshimisizlar, charchamasizlar. Mana biz Yecheviki ko'chatlarimiz bir gullagan davludik mana g'o'ralayapti. Ko'rishlar mumkin. Yaxshi g'o'raladi mana. Taglardan ham shoxlar suv. Taglardan ham shoxlar chiqyapti. Bunisidan shunaqa. Bunisidan ham shu mana chiqyapti. Taglari kuyishni boshladi, yopdik. Taglari kuydi, sekin tepalarni yopdik issiqlar mana saqlash uchun. Pishganda yana bitta video qilaman, ko'rasizlar buni. Mana bu yerda mana delniva sortimiz уже pishishni boshladi, qaranglar. Aprelda ekilgan mana. Meva qilib u pishishni boshladi mana. Shular ko'chatlardan chiqaramiz. Holatlar yaxshi, bo'lsa bo'lyapti. Kattaligini qaranglar buni. Nariyada yana bitta sortlar bor, ularni ko'rsataman hozir. Mana 55% setkamiz. Shu setkamizda malinalar bor. Issiqdan saqlash uchun bu tomonga setka qilganmiz. Yengil tushuntirib turibdi mana. Bu sortlarni bilmayman. Bilganlar o'zingizlar kommentariyada yozib ketasizlar mana. Buni ekilgan. O'sha boshladi. Mevalari bor. Meva kirgan. Mana bular ham gullayapti. Mana bitta ekilgan. 1,5 metrga bitta qilib ekilgan. Biz bilasiz yerdan foydalanishimiz katta. Oraga pomidor ham ekib qo'yganmiz. Sizlar xato qilmanglar. Pomidorni ekib bo'lmaydi ekan, buni orasiga biz endi bir marta joy qilamiz deb ekib qo'yganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yana boshqacha sortimiz. Buni ham bilganlar kommentga yozib ketasizlar. Mana qaranglar. Yonidan qulupnoyga o'xshab ip otib chiqarar ekan bu. Ip otib ketar ekan. Bu sortimiz. Mana mevalari. Kuzatishda davom etsizlar, buni qo'yaman. Bu sort qanaqaligini yozib ketasizlar. Rosa yozib ketsizlar, qo'yamiz mana. Mevalarni qaranglar mana. Mevalar yaxshi holatda. Bizga obuna bo'lsanglar, Marina haqida ponni bilganimizcha ma'lumot berib YouTube'ga joylaymiz. Qo'llar kelgancha obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar.